biz bir knopka yasab chiqdik. Amma mush knopka jarayonida ketgan, ishlatgan qurollarni bir qor tushuntirib qo'yay. Mana o'chirib etdim hamsa, yana qayta bir yasayman. Diqqat qilinglar. Eng avval yangi bet ochdik. Yangi bet ichish. Ya'ni yangi bet ichish degan buyruq to'g'risida jiq to'xtalib ketdim-ku men. Knopka taxtasidan control inni yoki bo'lmasa hujjat degan tizimlikdan yangidan qurish deganni bassak bo'ladi deb. Ma'ning qag'ayalarni men tushuntirib bo'lgan. Biroq betninki shu egizlik kenglik nuqtasini bekitishda ma'ni 980 990 ya'ni 1024 ki bo'lmagan ahvol ostida bekitisizlar. Mayani bo'lsa o'zingizning betini qanchalik egizlik so'zmoqchi bo'lgan bo'lsanglar, shunchalik holatda bekitisizlar. Men odatda 1200 qilib qo'ydim. Inoqlik darajasi 72 bo'lsa yetadi. Torbet layilashga. Cho'qim RGB yani qizil yeshil ko'kkan qo'ymavi. 3 xil rangda tanlashinglar kerak. Oq ko'rinishning qanday bo'lib ketishini uni o'zinglar bekitisizlar. Ma'u o'rin piksel bo'ladi. Men tushundinglar, ha? Jazmlashtirsizlar.